Mercedes-Benz ishlab chiqargan G-klasslarining eng mashhur, kuchli va yo'l tanlamaslaridan biri. Birinchi G-klass 1974-yilda ishlab chiqarila boshlagan. Uning eng sport versiyasi G63 AMG. G63 AMG kuchli versiyasi 2002-yildan boshlab, hozirgacha, yangi avlodi esa 2018-yildan boshlab ishlab chiqarila boshlagan. Motori 4 litr V8 biturbo, quvvati esa 585 ta ot kuchi, aylanish momenti 850 Nm. Uzatmalar qutisi esa 9 pog'onali avtomat, tezligi esa 0 dan 100 gacha 4,5 soniya yetarli bo'ladi. 280 km/soat tezlik. Narxi esa komplektatsiyasiga qarab CIP O'zbekiston $180,000 dan $250,000 bo'lishi mumkin. Gelikning dizayni 40 yildan beri deyarli o'zgarmagan. Juda ko'p boylar va mashhurlar tanlovi. Juda mustahkamligi uchun harbiy mashina sifatida ishlatilgan. Eshigi yopilganda chiqadigan temirning ovozi Gelikning eng mashhur belgilaridan biri. Yana bu mashina eng ko'p ishlab chiqargan kuzovlardan biri. Xo'sh, endi aytingchi, BMWda ham Gelikka raqobatdosh bo'la oladigan model bormi? Agar bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Ha, aytgancha, mehnatimizni qadrlagan holda videoga bitta like bosishni unutmang.